Okay, let's go. Assalomu alaykum hammaga, Kompyuterant kanaliga xush kelibsizlar. Bugungi mavzuyimiz kurs ishi, maqola, diplom ishi, tezis, referat, shunga o'xshash ishlar qilamiz-ku, hujjat tayyorlaymiz. Ana o'shanda ChatGPT da yozilganda plagiat darajasi yuqori chiqadi. Ana shu muammoni hal qilishni o'rganamiz. Nima qilsak plagiat darajasi a'lo, ya'ni zo'r chiqishi mumkin. 85, 90, 95%. Buni hozir ko'rib chiqamiz. Uning uchun bizga kerak bo'ladi Google Chrome. Sizlarda bo'lsa, kiringlar, bo'lmasa istalgan brauzerdan foydalanish mumkin. Brauzerga kiramiz. ChatGPT kirib, birinchi chiqqan saytga men ro'yxatdan o'tib olganman. Ro'yxatdan o'tmaganlar bo'lsa, birinchi qidiruv berganligini saytga kirasizlar. O'sha yerda bepul foydalanish degan narsa bor. Tugmasi bor. Bosasizlar, sizlardan elektron manzil so'raydi. Elektron manzilni kiritasizlar, elektron manzilning parolini so'raydi. Parolni kiritasizlar. Agar parolni unutgan bo'lsalaring, pastda Google orqali davom etish degan narsa ham bo'lishi mumkin. Esimda yo'q aniq. O'sha Google orqali davom etib chiqsangiz, avtomatik kirib ketishi mumkin. Ana shundan keyin hozirgi ekranda ko'rib turgan menyularing ochiladi. Biz nima qilamiz? Avvalo maqola uchun mavzu tanlab olgan bo'lishimiz kerak. Men hozir istalgan bitta mavzuni yozaman, masalan. Mana GPT ga mavzuni berdik. Endi shuni tashlab turib, menga maqola yozib ber desak, bu xato. Eng katta xato. Nima qilamiz? Ushbu mavzu asosida menga demaydi, ushbu mavzu asosida maqola yozmoqdaman. Buni oldin sizga bitta narsani ko'rsatay. Hozir. Mana Word ko'rinishini ko'rsatyapman. Qilinib turgan xatolar oldin tushunib olaylik deb. Maqsad tizimni aldash emas, balki matnni ilmiy, original va to'g'ri shakllantirish. Ko'pchilik xato qiladi, men yozib qo'yganman. Mana shu holat. ChatGPT da yozilgan narsani shunday olib turib, Wordga shunday tashaladi. Undan keyin mana 40-60% ga tushib ketadi plagiat darajasi. O'shaning uchun mana shu 7 ta usulda sinab ko'rish. To'g'ri so'rash. Birinchi qoida bu ChatGPT dan to'g'ri so'rash. Menga kurs ishi yozib ber. Hozir menga maqola yozib ber dedimki, ana shunday. Menga maqola yozib ber desalar ham bu noto'g'ri prompt, mana X kopiyalgan. Ikkinchisi to'g'ri prompt yozish. Mavzuni ilmiy, tahliliy, statistik ma'lumotlar bilan mualliflik uslubida yoz. Takrorlanadigan jumlalardan foydalanma. Har bir paragrafni mustaqil tuz. Eslab qo'yinglar, mana shu topshiriqdan foydalanamiz. Telegramda kanalim bor, xohlasangiz shu fayldan shuni tashlab qo'yaman, foydalanishingiz mumkin. Video so'ngida chiqaraman. Mavzuni berdiga, ushbu mavzu asosida maqola yozmoqdaman. Pastroqqa tushib turib, buni yozamiz. Mavzuni ilmiy, tahliliy, yana yozib, sutli yoz. Undan foydalanma, har bir paragrafni mustaqil tuz. Hozir maqolaning kirish qismiga mana bu narsa kerak emas. Boshiga esa maqolada annotatsiya qismi bo'ladi. Annotatsiya va kalit so'zlar bo'limini deb yozib boshlaymiz. Hozir yana qo'shimchalar bor. Yozmasin. Mana ko'rganingizdek, kezikli so'rovlar statistik raqamlar bilan yana bir kuchaytirib berishim mumkin deyapti. Buni to'g'rilaymizda Wordga olishimiz kerak. O'tirib tursin. Undan keyingi bo'lim. Maqolaning ham ikkita turi bor. Men bilganim ikkita turi. Imrat talabida va oddiy maqola. Hozir biz Imrat yozamiz, chunki dunyo standarti hisoblanadi. Imrat talabida annotatsiyadan keyin, kalit so'zlardan keyin kirish qismi bo'ladi. Maqolaning kirish qismini yozing. Maqolani umumiy bitta buyruq bilan emas,
maqolaning bo'limlarini har bittasini alohida buyruq bilan bersak, bu to'g'ri bo'ladi. Yuqorida mana yozgan bo'lamiz, mavzuni degan joyni olamizda. Davomida aytamiz, promptga qo'shib beramiz. Borddagi buyruqni mavzuni ilmiy tahlil statistik manbalardan foydalanish uslubidagi takrorlangan jumla foydalanadi. Xo'p, endi bunga qo'shimcha kiritishimiz mumkin. Bunga ChatGPTga qancha tushuntirsak, bu shuncha yaxshi yozadi. Misol uchun yozgandek, inson yozgandek, inson fikri va ongi tuza oladigan jumlalar bilan yozing. Bu birinchisi. Ketdi. Maqolaning kirish qismini yozadi. Kanalga, videoga like bosib qo'yinglar, obuna bo'lib qo'yinglar. Shunaqa foydali videolar chiqarib turaman. Sizdan hech narsa ketmaydi. Xo'p, yozib bo'ldi kirish qismini. Buni ham kirish qismini tashlaymiz. Men buni tartiblab chiqaman. Hozir tartibsiz turibdi bu. Mana bunday chiziqlar olib tashlashimiz kerak. Bular oxirida maqolani qanaqa tartibda qilishni ham ko'rsatishim mumkin. O'zi videomiz 10 minutga qarab ketyapti. Kutib qolasizlar-da, o'sha tezlashtiryapman. Maqolaning kirish qismini yozib bo'lgandan keyin Imrat talabi bo'yicha endi adabiyotlar tahlili va metodologiyasi bo'limini yozishimiz kerak. Maqolaning adabiyotlar tahlili va metodologiyasi bo'limini yozing. Endi chetda bitta narsa bor. Misol uchun maqolalaringni chet el bo'yicha yozyapsizlarmi, ya'ni chet el adabiyotlaridan foydalanishni xohlaysizlarmi yoki o'zbek adabiyotlari yoki MDH adabiyotlari. Shunga qarab buyruq berasizlar. Misol uchun menga faqat O'zbekiston olimlari qilgan ishlari, tadqiqotlaridan foydalanmoqchi bo'lsam, bekki kiritishim kerak. Hop, profilga o'tib ko'rib chiqishlar mumkin. Albatta ham ko'rsatib ketaman. Bu snoskani Wordda qo'ygandik, lekin Wordda siz adabiyotdan aniq foydalangan bo'lsangiz, olib adabiyot nomini yozib qo'yishingiz kerak. ChatGPT ma'lumotni qayerdan olyapti? Uni adabiyotdan qayerdan olganini bilmaysiz. Shuning uchun bunga buyruq beramiz. Qayerdan olib turganini olib bizga yozib berishini. Bittada yozib beradi. Misol uchun mana qarab turinglar. O'zbekistonda olib borilayotgan tadqiqotlar va olimlar ishlaridan bo'lsin. Endi natijani ko'ramiz. Hop, mana bir qo'yib ketdi. Ko'rgan bo'lsalaring. Nusxalamiz. Buni ham tashlaymiz. Adabiyotlarni turib o'chirmaymiz. Biz hali maqolani tugatganimiz yo'q. Ana endi maqolaning natijalar bo'limiga yetib keldik. Maqolaning natijalar bo'limini yozing. Tepadagi bunga buyruq bergan strukturamizni yana olamiz. Raqamli snoska yordamida yozib ketsin. Xo'p, yana nima dedik? Bitta mavzuni ilmiy uslubda yoz. Takrorlanmagan inson fikri ana shular kerak bizga. Bundan mana qo'yamiz. Yozib bo'lgandan keyin jo'natamiz. Rasmga qo'yapti. Kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'yinglar. Menga bu juda ham muhim. Shu mavzularda qiynalib turgan do'stlaringga ham jo'natib qo'yasizlar. Adabiyotlar tayyor. Vaqtdan tejash uchun keyingi bo'limga o'tamiz. Natijalar bo'limini shunchaki yozib qo'ymasdan, natijalarda biror jadval, diagramma, shunga o'xshash qo'shimchalar qo'shishimiz kerak. Buni qanday qilamiz? Hozir ko'rib chiqamiz. Demak, bizga aniq raqamlar ifodalangan va
ishonchli manbalardan olingan ma'lumotlar asosida jadval tuzib bering. Asosida maqola mavzusiga mos deylik jadval tuzib bering. Buni jo'natamiz. Jadvalni ko'ramiz. Mana O'zbekiston bo'yicha suv toshqinlari, sel hodisalari statistik ko'rsatkichlari. Ko'rsatkichlar qiymati, manbasi. Mana manba deb alohida bo'lim ham ochyapti. Qayerdan olinganligini ko'rsatib ketgan. Buni ochadigan bo'lsak, hop, tekshirib olsam. Pulli saytlar bo'lishi mumkin, maqolalar pulli joylangan bo'lishi mumkin, kira olmasligi mumkin. Mana bu bor narsa ekan. O'zbekiston Respublikasi hudud sel toshqinlarining hosil bo'lish ularning statistik tahlili. Maqola mavjud. Yuklab olishimiz ham mumkin. Jadvalni olishimiz kerak. Oxirida mana kopiyaga olib tashlab ko'ramiz. Dokumentimizga buni soliqaga keltirib ko'ramiz. Jadval to'g'irlash uchun mana bu 3 burchak belgiga bosishimiz kerak. Bu to'liq tanlanadi. Konstruktor bo'limiga o'tib, mana bunday qilsak jadval o'z holiga keladi. Xo'p, mana bu yerda manbani olib tashlaymiz, chunki jadvalda manba ko'rsatilmaydi. Tashlaymiz. Jadvalimiz to'g'ri bo'ldi. Buni to'g'ri ko'rinish uchun o'rtaga olib qo'yamiz. Xo'p, jadval izohi va statistikaning asoslari deyapti. Jadvalda izohi qoladi, maqolada ham qolsa bu tushunish uchun qulay. Mana bu yerda ko'rsatilgan snoskalarda kerak emas, olib tashlashimiz kerak, chunki oxirida o'zi mana qayerdan foydalanganligi haqida ma'lumot bergan. Xo'p, izoh qoladi. Shu yerda e'tibor beramiz. Endi maqolani qanday qilib plagiatsiz yozishni ko'rib olding, qanaqa buyruq berishni bilib olding, manbalarni ko'rsatib, foydalangan adabiyotlarni olib yozsang, bu plagiatsiz bo'ladi. Yana bir narsa bor. Mana bunday qo'shimchalarni to'g'irlab olganimizdan keyin annotatsiyani to'g'irlab chiqishimiz kerak. Tartibini. Umumiy maqolani to'g'irlaymiz. Maqolani to'g'irlash uchun bizga udalit. Ko'rgan qatorlarning orasini olib tashladim, tekis bo'lib qoldi hammasi va hammasini tengyorlik qilamiz. Ekranda ko'rinyapti, yaxshi. Tengyorlik qilgandan keyin maqolani o'zi jurnallarning standarti bor. Mana bu o'lchamlarda bo'lsin degan o'sha o'lchamga qarab to'g'irlaymiz. Bu qatorlar orasidagi masofa. Odatda 1.15 bo'ladi. Xo'p, bizga sizlarga zarili bu to'g'irlashlarni shundoq ham ko'pchilik biladi. Zarili mana bu adabiyotlar snoska qilish. Bilik tepadagi ma'lumotni O'zbekiston Respublikasi Gidrometeorologiya xizmati markazidan olingan birinchi snoska. 1 3 2 mana 1. Birni o'chiramiz. O'chirganimizdan keyin yuqorida silka bo'limi bor, tepada. Unga o'tamiz. Silka bo'limida mana snoska turibdi. Vystavit snoska turibdi. Shuni ustiga bosganimizda bu yerda bir paydo bo'ladi. Mana bir qo'yilganini bilish uchun istalgan ustiga olib kelsangiz mana bunday shakl paydo bo'ladi. Bu snoska qo'yilganini bildiradi. Pastda esa mana bunday joy ochiladi. Demak, belki birinchi adabiyot qo'yishimiz kerak. Birinchi adabiyotimiz bu O'zbekiston Respublikasi Gidrometeorologiya xizmati markazidan olingan ma'lumot edi. Buni kopiya olamiz. Ctrl C keladigan chap burchagida pastki qismida Ctrl C ruschasi. Buni mana bu yerga tashlaymiz. Yana o'sha Ctrl V, o'sha ruscha sana oldida lotincha V. Qo'yganimizda bu mana bunday holatda tushadi. Mana budan keyingi bir kerak emas, tartiblab qo'yamiz. Snoska o'lchamiga keladigan bo'lsa, glavniy menyuga qaytib olamiz. Tepada razmeri 10 bo'ladi. Times romanli sherifda bo'ladi. Qatorlarning orasi esa 1 bo'ladi. Mana shunday kichkina holatda bo'ladi. Shu oldiga snoskani qanday qo'yishda? Endi birni qo'yib bo'ldik, endi 2. 2ni ham o'chiramizda. Silka bo'limiga o'tib, yana Vystavit snoskani bosamiz, 2 qo'yiladi. Mana ko'rib turibsizlar, endi 2 qo'yilyapti va pastda 2 ochilyapti. Endi ikkinchi adabiyotimizni olamiz. Ikkinchi adabiyotni olib ikkinchini tashlaymiz. Oldida birni o'chirib tashlab silitamiz. Yana ko'rib turganlaringdek, xuddi o'sha narsa takrorlanadi. Glavniy menyuga qaytib shriftini 10 qilib, qatorlar orasini 1 va o'rtada bir qisqa ham joy ochilib qolyapti. Bu nimadan? Buni to'g'irlash uchun ikkovini birga tanlab olib turib, hop, mana bunday qilib udalit. Bitta ana. To'g'ri bo'ldi. Ikkinchi adabiyotam bo'ldi. 3, 4 va hokazo bo'lib davom etadi. Navoda bu yerda kerakli hajm bor. 3-dan keyin 4-chi chiqmasa, 4-ma'lumot avtomatik bekka pastga, keyingi qatorga tushadi. Jadvalda ma'lumotini esa to'liq qilib mana bu yerga qo'yish mumkin. 2024. Bu olingan jadvalni ko'rsatish uchun bizga bu yerda raqam qo'yilmagan. Manbasini o'chirib tashlaylik. Vystavit snoska qilsa avtomatik tushaveradi o'zi mana. 3 raqami. Tushdi. 3 uchun mana bu yerda ochildi joy. 3-chi adabiyotimiz
Ha, endi bu yerda jadval uchun birinchi edi. U jadval uchun mana bu ma'lumotdan foydalanganmiz. Biz maqolani ko'rib chiqdik-ku. Jadvalda mana shu edi. Buni olib, 3-adabiyotga qo'yamiz. Deylik, hammasini qo'yib chiqib bo'ldik. Ana endi bu mana bu yerda adabiyotlarni o'chirib tashlaveramiz. Kerak emas bular. Qo'yib bo'ldik-da. Bitta jadvalimiz bor. ChatGPTga qaytamiz. Xo'p, yana endi nima qo'yish mumkin? Diagramma. ChatGPTdan so'raymiz, diagramma qo'yish mumkinmi maqolamizga? Bilmasangiz shundan so'rashimiz mumkin. Agar o'zingiz bilsangiz, diagramma tuzib bersangiz bo'ladi. Ha, albatta maqolaga diagramma qo'shish nafaqat mumkin, balki ilmiylik darajasini sezilarli oshiradi, deyapti. Demak, bizga diagramma tuzib berishini so'raymiz. Ana shu maqolaga mos diagramma tuzing yoki yarating desa ham bo'ladi. Jo'natdim. Ana endi diagramma qilib berishini kutamiz. Turasizlar. Diagramma ham tayyor. Ko'rishlar mumkin. Diagrammamizning mavzusi 2012-2024-yillarda O'zbekistonda sel va suv toshqini soni dinamikasi ekan. Ko'rib turganimizda 2010-yildan 2024-yilgacha hodisalar soni 160 ta, 2022-yil juda ham ko'p bo'lgan ekan. Buni yuklab olamiz. Yuklash strelkasiga bosganimizda bizdan joy so'raydi. Men topish uchun oson bo'lishi uchun рабочий stolga saqlayman. Saqlab olindi. Buni ochamiz. Hop. Rasm ustiga mishkan o'ng tarafini bossak, mana bu yerda nusxa olish bor. Nusxa ko'chirish qilib, Word'imizga qaytamizda kerakli joyga, misol uchun jadvaldan keyin rasmni tashlaymiz. Aqabaqa siljimaydi. Buni siljita olmaysizlar, sababi mana bu narsa turibdi. Buni ustiga bosganimizda bizda 6 xil shablon beradi. O'ziga qulay. Misol uchun birinchisiga qarasang, bu rasm o'rtada, matn esa atrofida teng yonli bo'lib turibdi degani. Qolganlari ham xuddi shunday ma'noda olamizda. Bosganimizdan keyin buni siljish mumkin bo'ladi. Katta kichik qilib buni razmerini o'zimizga to'g'rilab olamiz. Ana endi diagrammani izohini olamiz. Jo'natamiz. Bu bizga o'sha diagramma tuzgan, batafsil diagrammani yoritib beradi. Bu maqolamiz hajmini kengaytiradi va ilmiyligini oshiradi. Bu yozguncha sizlarga Telegram kanalimni hop. Videosida ham bo'ladi Telegram kanalim, gruppalarim. Mana shu nom bilan qidirsangiz Telegramdan chiqib keladi ekranga. Bu shaxsiy hechkam savol va murojaatlar, fikrlar bo'lsa, bemalol bu yerda biz nima qilamiz? Turli xil mavzularda suhbatlashamiz. Videolardan yordam so'raymiz, yordam beramiz bir-birimizga. Turli xil o'sha sun'iy intellekt texnologik yoshlarda maslahatlashamiz. Kirib obuna bo'lib qo'yasizlar. Diagramma izohini ham yozib berdim. Mana bu statistikalar bilan. Xo'p. Endi buni olib Wordga tashladik deylik. Yozib bo'ldik maqolamizni. Bizga umumiy foydalangan adabiyotlar kerak endi. Yozamiz. GOST standarti degan narsa bor. Bu adabiyotlarda yozish tartibini shakllantiradi. Odatda O'zbekistonda GOST standarti tayinlanadi. Ba'zi darslarda ham bo'lishi mumkin. ChatGPT mana shunday ikkita bo'limda yozishni boshlaydi. Bu nimadan darak? Shunchaki yozish stili bir xil, ma'lumot bir xil, faqat ikki xil. Qaysi birini tanlaysan, o'zingga ma'qulini tanla degan masalani ko'rsatyapti. Agar ikkovsi ham bir xil, bittasini tanlaymiz va kopiya olamiz. Wordga qaytib, maqolamiz ostiga tashlaymiz. Aytmoqchi, biz natijalar bo'limida qolganmiz. Natijalardan keyin Imrat maqola yozishda muhokama bo'limi bor. Muhokama bo'limini ham so'raymiz, yozadi. Undan keyin xulosa, keyin foydalangan adabiyotlar. Nimaga hozir ko'rsatmayapman? Sababi maqola yozish bo'yicha boshqa videoda ko'rsatganman. Ko'rishingiz mumkin. To'liq Imrat talabida qanday maqola yozilishi kerakligini ko'rsatganman. Bu video asosan maqolani ilmiy adabiyotlar bilan plagiatsiz yozish bo'lganligi uchun ko'p vaqt olmaslikka harakat qilyapman. O'zi video yarim soat bo'lib ketdi. Adabiyotlarni tashlaymiz. Adabiyotlar tushadi bu yerga. Keraksiz ma'lumotlar o'chirib, foydalangan adabiyotlarni to'g'rilab qo'yamiz. Maqolani bu yerda tartiblamadim. Tartiblashni ham bundan oldingi boyagi videomda qilganman. O'zi profil yo'lsada ham bor. Maqola yozish deb nomlab qo'yganman. Plagiat darajasi mana shunda ancha pastlaydi va originallik darajasi yuqori bo'ladi. Agar
yo'q menga 90-95% kerak deydigan bo'lsalaring, har bitta jumlani ko'rib, o'qib chiqib, o'z shaxsiy fikrlaringizni qo'shib chiqinglar. Ana o'shanda ham plagiat darajasi ancha yuqori bo'ladi. Ana o'shanda sizlar shu 95%, 90% ga erishasizlar. Bu hozir 80-85% natija. O'zingizning fikrlaringizni qo'shganingizdan keyin, jadval statistikalarni aniqroq qilib, o'zingiz hisob-kitob qilib chiqarganingizdan keyin bu yana ham ortadi. Foydali bo'ldi degan umiddaman. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar. Obuna bo'lish esdan chiqmasin, like tugmachasini bosib qo'yinglar. Rahmat.